Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan ijtimoiy tarmoq faoli Sardor Husaynov. Va biz yana qisqa tanaffusdan so'ng yana efirga qaytdik. Bugungi videomiz Telegramdagi firibgarlik haqida bo'ladi. Telegramda hozir firibgarlik juda ko'payib ketgan. Firibgarlar bulardan hozir eng insonlarni aldaydigan bitta turi bu skam. Skam nima degani? Skam bu inglizcha so'z bo'lib, o'zbek tilida firibgarlik, aldov yo'li bilan odamlarni aldash, ishonchiga kirib, ulardan pul va ma'lumotlarni olish degan ma'noni bildiradi. Skam deyiladi. Xo'p, bu qanday aldanadi? Bir necha haftadan beri men o'zimga ham chet el profillardan, Telegramlardan yozishadi. Ish kerakmi deydi. Ha, ish kerak deb yozsam, ha nima deyapti deb o'ylayman-da. Keling biz sizga deydi bitta ish taklif qilamiz deydi. Sizning qiladigan ishingiz deydi, like bosasiz, like bosib pul ishlaysiz deydi. Hech qayerda Telegramda notanish odam biror kishi sizga yozsa, hech qachon ogohlantiraman. Bloger sifatida yo umuman oddiy bir xalq, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, xalq fuqarosi sifatida va hamda jamoat faoli sifatida sizlarni ogohlantiraman. Telegramdan sizga agar notanish nomerni yozsa, kirib ko'ring. Notanish nomerda tug'ilgan kuni, tug'ilgan oy yozilmagan bo'ladi, uni o'zining rasmi qo'yilmagan bo'ladi va sizga yozganda, birinchi yozganda hozir Telegramda bitta funksiya yoqilgan, ya'ni funksiya ochilgan. Yozgan odamni necha kun oldin profilni rasmini almashtirgan yoki nomini almashtirgani yoziladi. Menga ko'pincha Telegramdan o'sha skamerlar yozadi. 2-3 marta skamerlar meni qarmoqqa ildirmoqchi bo'lishdi. Ular mana shunaqa boshlangan. Telegramdan yozadi. Ish kerakmi deydi. Ha, ish kerak desam, biz deydi uzum bilan ishlaydigan kompaniyamiz deydi. Bittasi uzum bilan dedi. Undan oldin olcha uz bilan dedi. Undan keyin uzum uz bilan dedi. Olcha uz bilan ishlaydigan kompaniyamiz deydi. Biz sizga hozir 5 ta rasm jo'natamiz. Shunga 5 oyga bittadan like bosasiz deydi. Skaner deydi. Ekranni skaner tashlaysiz. Biz sizga deydi 35 mingdan 50 minggacha pul to'laymiz deydi. Kart raqamini tashlaysiz deydi. Kart raqamini tashlaysiz, ism familiyangizni aytasiz va yoshingizni aytasiz. Agar ular shunaqa bir psixologik narsa 40 yosh, adashmasam 45 yoshdan baland yoshda aytsa, ular odamlar yoshiga qarab pul yurmaydi. Agar yoshingiz 35 yoshgacha yo 40 yoshgacha bo'lsa, sizga pul to'lashadi birinchi o'rinda, birinchi. Xo'p, menda shunday bo'ldiki, bir necha bor olcha uzda ishlaymiz, uzum uz bilan ishlaymiz deb yozishadi. 5 ta rasmga like bosing deydi. Like bosib tashlagandan so'ng kart raqamini tashlang. Haqiqatan kartaga pul tashlaydi. Birinchi surishda qarang-da. Birinchi o'rinda ular sizni aldaydi. Aldaydi-da. Menda shunaqa bo'lgan. Keyin guruhga qo'shiling debdi. Guruhga qo'shilasiz. Guruhda sizdan boshqa hamma bot bo'ladi. 100%. Bundan narsani ogohlantirib o'tayin. Hamma ushbu videoni ko'rsin oxirigacha. Iltimosdan. Hamma bot bo'ladi. Keyin botda hamma men pul oldim, mana rasmga deydi. Keyingi 5 ta like bosib 35 mingdan 50 minggacha pul olasiz. Kartangizni unutmang. O'sha pulni olishingiz bilan o'yinni to'xtating. Agar adashib kirib qolgan bo'lsangiz ham, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Men ham to'xtatganman. 2-3 bor mana shunaqa qilib 35 mingdan 50 minggacha pul berishgan. Keyin o'yinni sira to'xtatib, blok qilib chiqib ketganman. Sizdan boshqa guruhdagilar botlar yo bo'lmasa sheriklardir. Keyingi ikkinchi shart shunaqa bo'ladiki, biz deydi, menda shunaqa narsa bo'ldi. 300 mingdan deydi 10 milliongacha deydi tovar olamiz deydi. O'sha tovarga deydi kartaga pul to'laysiz deydi. Kartaga pul to'laysiz deydi. Xo'sh, kartaga pul to'laganingizdan so'ng qanaqa ekan? Kartaga pul to'laganingizdan so'ng biz sizga deydi 20% deydi ustamasini qaytaramiz deydi. Biz shunaqa deydi shartnoma qilganmiz deydi. Lekin o'sha olcha uzun saytiga telefon qilib, supportiga telefon qilsangiz ham, uzun supportiga telefon qilsangiz ham, ular bu skam ekanligini, bu aldoqchilik, firibgarlik ekanligini tushuntirib aytishadi. Shu sababli ular aytishdan oldin ham shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, men ogohlantirib aytib qo'ymoqchiman, hurmatli kuzatuvchilar. Ogoh bo'ling. Surxondaryoda hozir men sizlarga bitta sirni ochaman. Norasmiy ma'lumot bu, lekin bo'lgan voqea. Bir ayol xuddi mana shunaqa skamlarga jertva, ya'ni jertva degani qo'pqonga tushgan bir ayol. Qanday qo'pqonga tushgan aytaymi? Xuddi mendagidek bo'lgan. Like bosasiz degan, like bosgan, 5 ta narsaga like bosgandan keyin aytganki, guruhga qo'shilasiz degan, guruhga qo'shiladi.
Guruhga qo'shilgandan so'ng guruhda undan boshqa botlar ekanligini, undan boshqa o'sha firibgarlar sherikli ekanligini bilmagan o'sha ayol. Keyin ikkinchi sharti degan, bugun degan 300 ming so'mdan 1 milliongacha degan to'lov qilasiz degan. Keyin biz sizga 20% qo'shib qaytaramiz degan. Ya'ni biz o'sha narsaga deb mana shu tovarlarni olamiz. Bir 10 ta tovarni rasmi bilan tashlaydi. Tasavvur qiling, 10 ta tovar narsa rasmi bilan tashlaydi. Tashlagandan so'ng siz bittasini tanlang deydi. Botlar, firibgarlar, sheriklar tanlaydi. Mana deydi, tanladik deydi. Mana pul tashladik deb. Yo'q, kartalardan rasmlarni skrinshot qilib tashlashadi. Sizni ham undashadi. Meni ham undashgan. Xo'p, boyagi opani ham undashgan. Boyagi opa undashgandan keyin boyagi 300 ming 400 ming pul tashlagan. Haqiqatan lekin birinchisiga 35 ming berib, ikkinchisiga 300 400 ming bergandan keyin yana qaytarib tashlashgan kartasiga. U opani keyin 3-chi, adashmasam 3-chi yoki 4-chi raundda, ya'ni urinishda juda katta pulga tushirishgan. Ya'ni kim 10 million pul tashlang degan, 10 million pul tashlagandan keyin 20 million qilib qaytaramizmi, 15 million qilib qaytaramiz degan. 10 million pul tashlagan. 10 million pul tashlashgandan so'ng bo'ldi, mana degan 15 million sizga tayyor, lekin yana qanaqadir komissiyasi bor degan. U ayol nima qilgan bilasizlarmi? Adashmasam hozir aniq esimda yo'q, lekin TBC kartadanmi, bankdanmi, qanaydir bir internet bankdan juda katta pul oladi, 100 milliongacha katta pul oladi va u opani juda katta pulga uxlatishadi. Norasmiy ma'lumot bo'lgani uchun aniq ayta olmayman. Bu rasmiy ma'lumot emas, chunki ijtimoiy tarmoqlarda birorta bir saytga hali chiqqani yo'q. Hozir tergov ketayotgan bo'lgani uchun. Aynan Surxondaryoda bo'lgan. Hozir o'sha opa jertva, ya'ni juda katta pulga tushib turibdi. Xuddi o'sha opaga o'xshab siz ham aldanib qolmang skamlarga. Skam. Bu hozir men ijtimoiy tarmoqda ko'proq ChatGPTdan foydalanaman. ChatGPTga yozsangiz ChatGPT ham biladi hatto buni. ChatGPT nimaligi bilsangiz kerak, sun'iy intellekt. Phishing scam degan turi bor, proprietary task scam degan turi bor, keyin investment scam degan turi bor, keyin romance scam degan turi bor. Investment degan scam turi ham bor. Agar bilsangiz, investitsiya sarmoya qilishda aldashadi. Sarmoya qiling deydi, aldashadi. Phishing scam bu firibgar havola orqali aldash, ya'ni soxta bank sahifasi orqali login olasiz deydi, boshqa qiladi, unday qiladi, bunday qiladi. Xullas, hozir men aytayotgan turi prepaid task scam deyiladi. Prepaid task scam deyiladi. Oldindan pul so'rab, yo'qolib qolish. Vazifa uchun boshida pul beriladi, keyin keyingi vazifalarga pul qilib, keyin g'oyib bo'lishadi. Xo'p, 4-chi aldov turi romance scam, muhabbat bilan aldash. Allaqasini tushunmaganman, lekin ishqiy aloqada bo'lib anaqa. Xuddi agar adashmasam, qaysidir bir klipda Luiza Rasulovani klipda bir yigit aldab ketadi. Sevishib yuradida aldab ketadi. Lekin bu men hozir aytayotganim Telegramda. Diqqat bilan eshiting do'stlar, oxirigacha ko'ring shu videoni. Albatta like bosing, iltimos sizlardan like bosing, kanalga obuna bo'ling, kommentariyaga yozing. Men misol uchun hozir mana ishonmaysizlar, soat necha bo'ldi bilasizlarmi? Soat 12 da shu videoni tayyorlayapman, chunki vijdonim qiynalib ketdi. Shu narsani olib chiqmasam bo'lmaydi. Hozir montaj qilib o'sha videoni internetga joylayman. Hamma ko'rsin, do'stlarga aytsin, bir-birlaringizga tarqatingizlar, aldanib qolmangizlar. Bepul ovqat qopqonda bo'ladi degan gap bor. Tushunyapsizmi? Bepul yemish qopqonda bo'ladi. Hech qachon sizga birov shunchaki pul berib qo'ymaydi. To'g'ri, men Allohga shukr bir necha bor aldovlardan qutulib qoldim. Adashmasam 1 yoki 2 yoki 3 marta 35 mingdan 50 minggacha pul tashlab berishdi. Keyin men oxirigacha bormay blok solib chiqib ketdim. Chunki ular skam ekanligini bilgan edim. Bu haqda ichki ishlar organlari ham ogohlantirishyapti, hurmatli do'stlar. Ogoh bo'ling. Aldanib qolmang. Hozir mana bu dilni yayratadigan ham, tilni sayratadigan ham pul degan narsa insonlarni har ko'yga soladi. Aniq bilmayman, lekin bu pulni keyin ichki ishlarga kirib ham topishingiz qiyin. Chunki pul kartalar orqali o'ynalib adashmasam Bitcoin yoki shunaqa kriptovalyutalar tizimiga o'tib ketadi, keyin topa olmaysiz. Hattoki ichki ishlar ham topish qiyin bo'lgan narsa. Bu 100 dan 1 holat, 100 dan 1 martaga holat topish mumkin. Yo'qsa 1000 dan 1 yoki milliondan 1 holat topish
topishi mumkin bo'lgan narsa. Shuning uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Kanalimizga obuna bo'ling, kanalimizga. Bizning mehnatlarimizni qo'llab-quvvatlaysiz. Sizlardan bitta iltimos, like bosing. Like chunki YouTube'dagi algoritmga ko'ra eng ko'p like yig'ilgan va eng ko'p kommentariy yozilgan videolar topga chiqadi. Videomiz topga chiqishi uchun, boshqa insonlarga ham borib yetishi uchun like bosing. Iltimos sizlardan kommentariyada uzoq qoldiring. Hech bo'lmasa bir kommentariy yozib like'dimi yo bo'lmasa oq kema birorta nimani yo hech bo'lmasa yurakcha rasmini tashlab keting. Screenshot yoki shunchalik yozishni xohlamasangiz, bu shunchaki bir yaxshilik. Ha, yana bitta narsa, bugundan boshlab, hozirdan boshlab kanalimizda yangiliklarni qo'yib boramiz. Kuniga 10-15 tadan. Hozir biz 17 mingta obunachidan oshdik do'stlar. 17 ming obunachidan oshdik. Sizlarning sharofatingiz bilan hammangizga rahmat. Do'stlar, yanada ko'rishga harakat qiling, like bosing, obuna bo'ling. Hozir men statistikani ko'ryapman. 99% odam mening obunachim bo'lmagan odamlar ekan. Iltimoslardan obuna bo'lib qo'yinglar kanalimizga. Men Kamina Sardor Suyun. Bugundan boshlab har kechqurun hech bo'lmaganda 10 tadan 20 tagacha yangiliklarni tashlab boraman. Salomat bo'lasiz. Sizlar bilan Sardor Suyun bo'ldi. Ajratgan 12 daqiqangizga rozi bo'ling do'stlar.